Shu yerning o'zida Qashqadaryo viloyatida 2021-2022 yillarda amalga oshiriladigan investitsiyaviy loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Shu paytgacha biz mazkur viloyatni sanoat rivojlangan hudud sifatida yaxshi bilardik. To'g'ri, viloyatda yirik sanoat korxonalari bor, ammo respublika ahamiyatidagi ushbu korxonalarni chiqarib tashlasak, viloyatning sanoatdagi ulushi keskin pasayib ketadi. Qolaversa, Qashqadaryo viloyatida yirik korxonalar bo'lganligi uchun ham shu paytgacha bu yerda kichik va o'rta biznes, tadbirkorlikni rivojlantirishga ehtiyoj bo'lmagan. Tadbirkorlik o'zi faqat xohish bilan bo'lmaydi. Unga albatta joy kerak, yer kerak, sharoit kerak, infrastruktura kerak. Ayni shuning uchun ham hurmatli prezidentimiz hozir shu yirik bo'lgan korxonalarni bugungi kunda samarasiz ishlatayotgan obyektlar, yerlar, bo'sh turgan yerlarni tezkorlik bilan xususiylashtirish masalasini qo'yadilar. Ko'pchilik ayrim odamlar tashvishga soladi, xususiylashtirish bu talon-torojlikka olib kelmaydi. Yo'q, bu birinchi navbatda tadbirkorlikka keng imkoniyat yaratib beradi. Va shuning natijasida birinchidan tadbirkorlik buni yutishi yana nimaga e'tibor qaratdilar hurmatli prezidentimiz? Tadbirkor bu tayyor turgan bino, tayyor turgan infrastruktura bo'la turib, o'sha yangi sex yoki yangi yo'l, yangi elektr xarajat qilmaslik kerak dedilar. Bu ortiqcha xarajat. Shuning uchun u narsalarga sarflamasdan mana bor tayyor binolarni, tayyor infrastrukturadan foydalanib, birinchidan bu pulni tejaydi, ikkinchidan yanada tezkor shu tadbirkorlikni ishga tushirib olishga imkoniyat yaratadi. Investitsiya va tashqi savdo vazirligi viloyatning har bir tumanida o'sish nuqtalarini qayta ko'rib chiqdi va yangi loyihalarni shakllantirdi. Bunda asosiy e'tibor sanoat past tumanlarga qaratildi. Nega aynan sanoat loyihalari? Chunki sanoat loyihalari ishga tushadigan bo'lsa, bu avvalambor ish o'rinlari, budjetga qo'shimcha tushum. Agar budjetga, ya'ni mahalliy budjetga tushum bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan bu ijtimoiy to'lovlar, bu o'sha yo'l bo'ladimi, suv bo'ladimi, boshqa bir bog'chalarda qurilishiga, xuddi shunday bir maqsadlarda mahalliy hokimlik o'zi ishlatishi mumkin. Bundan tashqari bu yana eksport tushumlari ham degani. Shuning uchun mana biz barcha shu tarmoq vazirligi bilan birlashib yangidan loyihalarni shakllantirdik. Buni hozir ko'rib turganingizdek, mana 932 ta loyiha, 16 trillion so'mlik loyihalar shakllantirildi va bu shakllantirish natijasida yana ko'rib chiqdikki, qaysidir bir tumanda loyihalar kamroq. Demak, bu ustida biz mana Tashqi ishlar vazirligi, tijorat banklari bilan birgalikda yangidan bir ishchi guruh tuzib, qo'shimcha yana loyihalar shakllantirish bo'yicha kelishib oldik. Mana asosiy loyihalarimiz bizni 1-iyulgacha ishga tushadigan bo'lsa, yana qo'shimcha loyihalarimizni biz demak tezroq ravishda, ya'ni 1-sentyabr, keyingi yilning 1-sentyabrgacha ishga tushirishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Har bir korxonamiz ish o'rinlari bo'yicha hisob-kitoblari bor, tuman kesimida, sektorlar kesimida va shu ishga tushayotgan loyihalarda avvalambor biz o'sha temir daftari kirgan yoki yoshlarimiz yoki ayollarimizni hammasini joylashtirish bo'yicha ishlar olib boramiz. Viloyatga 3-5 yillik loyihalar kerak emas. Ular 1 yil ichida natija bersin. Aholi bundan manfaat ko'rsin. Shu bois prezident har bir loyihani mukammal ishlab chiqish, ularning nazoratini kuchaytirish bo'yicha banklar rahbarlariga topshiriqlar berdi. Loyihalarni amalga oshirayotganda iloji boricha arzonlashtirishni, umuman tadbirkorlarni o'zi qurilish jarayonlarida o'zi ishlatishini ham, qurilish materiallarini o'zi sotib olib, og'ir bo'lmagan qurilishlarni o'zi qilsa, bu ham juda arzon bo'ladi, chunki bu yerda quruvchi tashkilotlarni o'ziga mutaxassislarni jalb qilib ishlatsa ham arzonlashtirish bo'yicha. Va avvalambor Qashqadaryo viloyatida sanoatni rivojlantirish, Qashqadaryoda ishchi o'rinlarni ko'paytirish va shuning orqasidan aholini daromadini ko'paytirish bo'yicha ko'p topshiriqlar berdilar. Albatta bugun Qashqadaryo viloyatida Milliy bank tomonidan 59 ta 482 milliardlik loyihalar bo'yicha hisobot berdik. Ushbu loyihalar natijasida 1250 tadan oshiq ishchi o'rinlar yaratiladi. Shuning orqasida shuncha odamlarning daromadi ko'payadi.